O'rtoqlar, Koreyada mutlaqo bepul koreys tilini o'rganish imkoniyati bor desam ishonasizmi? Ha, bu haqiqat. Hozir men sizlarga qanday qilib ro'yxatdan o'tganligimni ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi navbatda Google Chrome'ga kiramiz. Seoul Global Center deb yozamiz. Agar tili koreychada bo'ladigan bo'lsa va siz tushunmasangiz, inglizchaga bemalol o'girib olsangiz bo'ladi. O'zingizga kerakli ma'lumotni poiskda xuddi mana shunaqa qilib yozib topsangiz, sizga ma'lumotlar kelib chiqadi. Qanaqa kurslar bor, qanaqa eventlar bor, bemalol qatnashishingiz, a'zo bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bunda sizdan hech qanaqa pul talab qilinmaydi. Va mana bunaqa topic speaking clublari ham bor. Bemalol bunga ham qatnashsangiz, o'zingizni levelingizni aniqlab kirsangiz bo'ladi. Keyingi semestr darslari qachon bo'lishini bilishlik uchun siz o'zingizga bu saytdan akkaunt ochishingiz va doimiy kuzatib borishingiz kerak bo'ladi. Yangi semestr uchun qabul ochilgandan keyin tezda ro'yxatdan o'tib olishga harakat qiling, chunki joylar tez to'lib qoladi. Agar arizangiz qabul qilinsa, email pochtangizga xat yuborishadi. Shuning uchun email pochtangizni tez-tez tekshirib turishingiz juda ham muhim. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentda yozib qoldiring. Albatta hammaga javob beraman va keyingi videolarda Koreya hayoti, til o'rganish jarayoni bilan bo'lishib boraman. Obuna bo'lib, like bosib, Koreyada yashaydigan o'rtog'ingizga yuborib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr!